Bu inson o'zi bilmagan holatda shaxsiy brendini rivojlantirdi. Kunlik aktivlar hamda videolar ketma-ketligi sababli 500 millionga yaqin obunachini yerdi. Agar siz mashinangiz dumalab ketgan bo'lsa ham, akani profilida mashina shunaqa tiniq ko'rinadi. Bu inson ayol kishi mingan yo bo'lmasa avaylab asrab minilgan demaydilar-da, kraskasi yo'q, toza mashina topib qo'ydim deb videolar boshlaydi. Kraskasi toza, yurmagan, yangi mashina ko'rganmisiz? Instagram sahifasiga videolar joylash mobaynida u insonga hech qanaqa birorta kamera yoki unga xalaqit qiladigan narsalar yo'q. Biz ham bir paytlar reklama berganmiz. Reklama narxi juda ham arzon bo'lgan o'sha vaqtda. 187 ming obunachisi borlik paytda 300 ming so'mga o'zimiz do'konimiz reklama qilganmiz. Juda ham samimiy insonlar. Agar vodiyliklar bilsa, juda ko'pchilik taniydi. Siz ham shaxsiy brendingizni rivojlantirish uchun hali ham o'ylanib o'tiribsiz. Hoziroq harakatingizni qiling. Bu videoga bitta like bosib qo'ying. Akani o'zini atmetga qilib qo'yamiz.